Tumov. Psixosomatikada tumov burun bitishi, aksirish, burun oqishi. Bu organizmning faqat virusga javobi emas, balki hissiy, ruhiy va psixologik signallar hamdir. Tana tumov orqali ko'pincha mana ichimda nimadir to'plandi, uni chiqarishim kerak deb signal beradi. Quyida tumovning eng chuqur psixosomatik sabablarini oddiy va tushunarli tarzda tushuntirib beraman. Tumov emotsional tozalanish alomati. Burun bu nafas, ya'ni hayot energiyasini qabul qilish. Tumov bo'lganda burun bitadi, oqadi. Bu psixosomatikada ichki yuklar yig'ilgan hislar chiqyapti degan ma'noga ega. Bu odatda yig'lay olmaslik, ichki og'riqni bosib yurish, ko'p yig'ilgan stress natijasida paydo bo'ladi. Tana endi o'zim chiqaraman deb jarayonni boshlaydi. Tumov yashirin xafalik yoki alam. Ko'pincha tumov kimnidir xafa qilgan gaplari, ko'ngli ozgan holatlar, ichkarida qolgan ranjish, aytolmagan norozilik ortidan keladi. Burun oqishi bu ichkaridagi mayda, yengil hislarning chiqishidir. Aksirish esa bu energiya mendan chiqib ketishi kerak degan himoyaviy impuls. Tumov o'zini himoya qilish istagi. Burun tananing birinchi himoya liniyasi. Psixologik mavzuda bu haddan tashqari yuklama, o'zini kuchsiz his qilish, tana dam olishni talab qilishi, ich dunyoni topish bilan bog'liq. Tumov odatda odam juda charchaganda paydo bo'ladi. Bu shuni anglatadi. Tana stop deyapti. Men bu narsani qabul qilmoqchi emasman dasturi. Tumov ko'pincha ong ostida biror voqeani, biror odamni, biror yangilikni, biror talabi yoki vazifani qabul qilmaslik bilan bog'liq bo'ladi. Burun qabul qilish organi. U bitganda tana men buni ichkariga olmoqchi emasman deydi. Haddan tashqari fikrlash va boshqa yuk to'planishi. Sehrli haqiqat shundaki, ortiqcha fikr, tashvish, doimiy ichki suhbat odamni tumovga olib keladi. Ong ortiqcha yuk bo'lsa, tana uni aksirish, burun oqishi orqali chiqaradi. Tana dam olishga majbur qilayotgan signal. Tumov ko'pincha shunday paytda keladi. Juda ish ko'payganda, hissiyotlar siqilganda, dam olmagan paytda, ruhiy charchoqda. Bu holat psixosomatikada to'xta, nafas ol, o'zingga qayt degan signallardir. O'ziga mehr yetishmasligi. Yengil shamollashlar ko'pincha o'ziga rahm qilishni unutish, o'zini ortiqcha majburlash, tanani tinglamaslik, haddan tashqari kuchanish bilan bog'liq. Tana tumov bilan odamni meni esla, menga g'amxo'rlik qil degan holatga qaytaradi. Burunning har qismi nimani anglatadi? Burun bitishi, nafas yo'li yopilishi, hislarni qabul qilmaslik, hayot oqimini to'xtashi. Burun oqishi, yig'ilgan mayda xafaliklar, ichki og'riqning chiqishi. Aksirish, hayot oqimidan salbiy energiyani chiqarish. Burun yonishi, qichishish, kimningdir gaplari yoki holatidan bezovtalik. Psixosomatik yechimlar. Yig'lashga ruxsat berish. Tumov ko'pincha chiqmagan ko'z yoshlari o'rniga chiqadi. Nafas amaliyoti. Burunning ochilishi uchun. Nimani qabul qilmoqchi emasman savoli. Ong osti sababni tez beradi. Stressni tushuntirish. Limfa, chakka bo'yin massaji. O'ziga yumshoqlik, agressiv rejimdan chiqish tumovni yengillatadi. Xulosa, tumov psixosomatikada ichki tozalanish, aytilmagan hislarning chiqishi, xafalik va ranjish, ortiqcha fikrlar, hayot oqimini qabul qilmaslik, ruhiy charchoq bilan bog'liq. Tana tumov orqali ichingni tozalayapman,
tinchlan, nafas ol, hissiyotlarni chiqar deyapti.